Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Bir daqiqa, hozir mikrofonlarni tekshirib olamiz. Rustam aka boshlasa bo'ladimi Javlonbek aka yoki oddar qilib tutamizmi hozirroq? Menimcha bo'ladi. Aha, Zapis keling. ketyapti. Salom alaykum. Hop. Zapis ketyapti. Boshlasak ham bo'ladimi? Aha. Hop. Ee, Gulmira bu yerda hozir asosiy uchrashuvni onlayn texnik tomonidan tashkilotchisi. Yana bir marta ogohlantirish berib qo'yamiz. Shu video yozib olinyapti va keyinchalik platformalarda joylanadi. E, Assalomu Loyihani alaykum platformalar. Ulug'bekka. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Biza yozuvimizni hammasini platformaga joylab qo'yamiz. Kelishganimizdek. Rahmat. Aha, katta rahmat. Hop, onlayn seminar ikkita qismdan iborat. Asosiysi davomiyligi 1 soat bo'lib o'tadi. Birinchi qismda loyiha haqida qisqacha ma'lumot va eng asosiy qismi bu e, Rustam Gulyanov tomonidan beriladigan Yashil Campus strategiyasiga qaysi modda konsepsiya taklifi yoki bo'lmasa izohlari va undan keyingisi umumiy jarayon bo'yicha yoki bo'lmasa savol-javob qismi. Keyingi qo'shilib borganlarni agar savollari bo'lsa, savollar oxirida Rustam akani taqdimotlaridan keyin onlayn ya'ni ovoz yordamida yoki bo'lmasa tekst yordamida so'rash mumkin. Avval ovozlarni va tekstni eng oxirida o'qib o'tamiz. Xo'p. Unda boshlaymiz. Bizni loyihamiz haqida ozroq ma'lumot berib o'taman boshida. Green Campus Initiative barqaror rivojlanish tamoyillarini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga joriy etish. Loyihani umumiy qisqacha kartasi loyiha Erasmus loyihasi hisoblanadi va bu loyihani taklif raqami 101 234 907. Loyihaning qisqartmasi Green Campus va loyihaning davomiyligi 36 oyga rejalashtirilgan. 1-oktyabr 25-yildan 28-30 sentyabrgacha. Loyiha taklif nomi yuqorida belirtilgan Green Campus Initiative Sustainability into Higher Education in Uzbekistan. Loyiha turi milliy loyiha hisoblanadi va umumiy mablag' 339,602,44 yevro hisoblanadi. Kandida Qo'qon universiteti va Erasmusda loyihaning eng asosiy qismlaridan bittasi bu loyihani konsorsiumidagi Erasmusga yangi qo'shilgan yoki bo'lmasa yangi hamkorlar bular Opole texnika universiteti, Qarabog' universiteti, Toshkent International University, Qo'qon universiteti va GSB hisoblanadi. Xo'p, loyiha jamoasi tarkibi. Loyiha jamoasi tarkibi umumiy hisobda 9 ta tashkilotdan iborat. Andijon davlat texnika, Qarabog' universiteti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi, Alfraganus universiteti, Polsha Politexnika universiteti, Polska shahridagi Vilnius Tech Vilnius Gediminas Technical University va shuningdek Markaziy Osiyo Yashil universiteti yoki bo'lmasa Green University nomi bilan ma'lum bo'lgan, shuningdek Toshkent International University va Qo'qon universiteti. Hop, konsorsium tarkibida 3 ta asosiy aytib o'tish kerak bo'lgan bu qism. Bu ya'ni Yevropa ittifoqidan hisoblangan hamkorlarimiz Opole Texnologiya universiteti Polsha, bular barqaror muhandislik va kampus operatsiyalari sohasidagi tajribaga ega. Vilnius Gediminas texnika universiteti esa asosan raqamli vosita va yashil audit hamda barqarorlik yechimlari. Qarabog' universiteti ekologik ta'lim va yashil kampus amaliyotlari bo'yicha yordam beradi loyihada.
O'zbekistondan hamkorlarimiz haqida aytib o'tdik. Xo'p, asosiy loyihani tarkibiy qismlari. Loyihamizning asosiy tarkibiy qismlari bu yerda 6 ta universitet Yashil kampus strategiyasini ishlab chiqishi va amalga oshirishi lozim hisoblanadi. Shuningdek, 12 ta yangi barqarorlikka oid o'quv kurslari, o'quv dasturlarida ishlab chiqiladi yoki integratsiya qilinadi. Va keyingisi 48 nafar professor o'qituvchi va 24 nafar ma'muriy xodimlar uchun kasbiy malaka oshirish treninglari amalga oshiriladi. Va 6 ta barqarorlik pilot loyihalarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Bu yerda har bir o'zbek hamkor universitetga bitta pilot loyiha to'g'ri keladi. Shuningdek, 120 nafar Yashil kampus elchilari tarmog'ini tashkil etish ham o'z ichiga olingan bu loyihani tarkibiy qismlarida. Xo'p, loyihani qo'shimcha tarkibiy qismlari. Bu yerda yillik Yashil kampus konferensiyalarini tashkil etish 200 nafar ishtirokchiga har yili va asosiy tarkibiy qismlardan biri bu virtual ma'lumotlar ulashish platformasini yaratish hisoblanadi. Bu yerda butun O'zbekistonda joylashgan oliy ta'lim tashkilotlariga ushbu loyihani sifatida erishilgan yutuqlar taqdim qilinadi va bulardan erkin foydalanish mumkin bo'ladi. Shuningdek, mahalliy biznes tashkilotlari bilan 12 ta hamkorlik shartnomasi tuzish va barqarorlikni kampuslardan tashqarida ham targ'ib qilishga qaratilgan jamoatchilik bilan ishlarni tashkil etish hisoblanadi qo'shimcha tarkibiy qismlarimiz. Xo'p, loyihada kutilayotgan eng asosiy natijalarimiz bular barqarorlik yo'nalishi mustahkamlangan zamonaviy o'quv dasturlari, ya'ni 12 ta yangi kurslarni qo'shganligimiz hamda Yashil kampusni boshqarish bo'yicha mustahkamlangan muassasa salohiyati, talabalar, xodimlar va jamoatchilik o'rtasida ekologik ongning oshirilishi, boshqa oliy ta'lim muassasalari uchun kengaytirilishi va takrorlanishi mumkin bo'lgan barqaror kampus modellari. O'zbekiston universitetlari o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorliklar hisoblanadi. Mana shu bizning loyihamizning eng qisqartirilgan kartasi yoki bo'lmasa ma'lumotnomasi. Bu haqida savollar bo'lsa keyinroq gaplashamiz. Hozir eng asosiy qismi loyihani bu Green Camp Gapning nosozlik bo'ldi mening uchun. Ulug'bek aka, unda boshlayveraymi men? Aha, marhamat Rustam aka. Так. Hammaga ko'rinyapti. Yo'q, ekran hammaga ko'rinyapti. Ko'ryapti. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Ulug'bek aka rahmat. Loyiha haqida ozgina tushuncha berdilar. Mana asosiy qism Yashil kampus strategiyasi bo'yicha taqdimot boshlashga ruxsat berasizlar. Bu Yashil kampus strategiyasi taqdimot barcha biz bilamizki, O'zbekistonda hozir ko'p universitetlar o'z faoliyatiga barqaror rivojlanish, yashil tashabbuslarni joriy qilib kelyapti. Bu bo'yicha turli xil normativ hujjatlar chiqqan, hozirgi kunda talabiga aylanib bormoqda. Shu maqsadda biz o'z loyihamiz o'sha Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan Green Campus loyihasi doirasida biz ham shu konsorsiumdagi universitetlar Yashil kampus loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bizani hozirgi taklif qiladigan taqdimotimizda asosan namunaviy xat bo'lishi kerak pasmatchi. mikrofon yoqilib qoldi shekilli. Visa support mana shu machi. O'zi attachment ochsiz har doim shunday bo'ladi. Mana nimamiz kerak edi. Neo 14 04 shu.
Mingbozor Rustam aka, yangi Mahmudjon qo'shilgandi, mikrofon ochiq ekan, hechqisi yo'q. Aha. Davom etsa bo'ladimi? Biza mana shu Yashil kampus strategiyasi bu yerda biza namunaviy shaklni taqdimot qilmoqchimiz. Bu har bitta universitet ixtiyoriy shu shablonga amal qilgan holda o'z strategiyalarini o'zlariga moslagan holda ishlab chiqishlari mumkin. Keling shu Yashil kampus strategiyasi haqida qisqacha aytib o'tsak. Bugungi o'zi asosiy mavzular qaysi mavzularni biza ko'rib chiqamiz. Asosiysi bu yerda nega Yashil kampus, nima uchun bu zaruratga aylangan, hozir bugungi strategiyani asosiy strukturasi, ustuvor yo'nalishlar, strategiyani amalga oshirish uchun yo'l xaritasi va erishilishi kerak bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlar haqida gap boradi taqdimotimizda. Keling, birinchisidan boshlaymiz. Nega universitetlarga Yashil kampus strategiyasi zarur? Biza yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, hozir bunda bizada o'sha konsorsium tuzilgan, Erasmus plus Yashil kampus tashabbusi O'zbekistonda oliy ta'limga barqarorlikni joriy etish loyihasi amalga oshirilyapti. Shu loyiha doirasida biznes va tadbirkorlik oliy maktabiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri shu Yashil kampus strategiyasi loyihasini ishlab chiqishdan iborat. Bunga asos sifatida, metodologik asos sifatida quyidagini keltirishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi bu O'zbekistonda hozir olib borilayotgan islohotlar va qabul qilinayotgan qaror va farmonlar. Ya'ni bizni strategiyamizni asosiy asos sifatida biz o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-sonlik farmoni, bu yerda eko madaniyatni rivojlantirish, ilm fanda o'sha yashil barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etishga bag'ishlangan farmon imzolangan va PQ 436-sonli qaror bu yerda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi O'zbekistonni va prezidentni 110-qarori bu o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasini davom ettirishga bag'ishlangan qarorlari asos sifatida oldik. Xalqaro metodologik asos sifatida bu yerda barqaror rivojlanish maqsadlari, Yevropani yashil bitim tamoyillari hamda bizni o'sha Erasmus plus loyihamiz asosi sifatida. Yashil kampus strategiyasi hozirgi kunda har bitta universitet uchun barqaror rivojlanish, yangi o'sha nima deydi, infratuzilma, ta'lim, tadqiqot boshqaruvlarida yangi yagona barqaror rivojlanish strategiyalarini joriy qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu Yashil kampus strategiyasi universitetlarga o'sha universitetlar o'z oldiga qo'ygan maqsadlar bor, ya'ni turli xil xalqaro reyting ko'rsatkichlariga kirish maqsad qilingan. Shu strategiya nafaqat Yevropa tajribasi, universitetlarning tajribasi, balki o'sha xalqaro reytinglarda qo'yilgan talablarni ham qamrab olish.